Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana ikkinchi sport klubini oldida hammamiz yig'ildik. Bugun mana o'sha tadbir bo'lyapti-da. Mana o'sha Toshkentdan O'zbekiston 24 kanalidan televideniya kelyapti. Bizni tasvirga olar ekan. Mana hamma mana jamul-jam mana to'planishib turishibdi. Hozircha olamiz mana. Qarang. Shunaqa bu tayyorgarlik qilsa bo'lar ekan, nima qarang. Hamma qani marafonda qatnashadi. Siz keldingiz, ana nurlanib ketdi hamma yo'q. Mana kompyuterlar boshlandi. Inshaalloh. Chiroyli, Ha. Hozir qana sezyapsiz o'zi bularni ko'rib turib. Faxrlanaman. Mana Shukrullo aka. Inshaalloh. Shukrullo aka. Kech bo'lsa ham yana tug'ilgan kuningizdan tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kecha hamma tabriklashdi guruh a'zolari, hammamiz. Endi telefonlar ishlamayapti ekan. Endi bir gaplashlarim, men aytdimki, endi telefonlar ishlamayapti. Jonli ovozda gapiringlar, tabriklar deb qo'ydim. Tabriklashdi nima. Bugungi kundan qanaqasiz? Qanaqa shukur bo'lyapsizda? Bugun men o'sha nima deydi? O'sha 5 kun bo'ldi jinday maza qochganiga, shunga qaramasdan bugun kelishga o'zimda jur'at topdim. Jur'at topdingiz. Iroda topdimki, jur'at qilib iroda topdimki, shu sheriklarimizdan, guruhimizdan qolmaylik. Xudoga shukr. Ayniqsa mana kecha men juda ham sog'ingandim kechagi kunda. Lekin mayli, endi keyingi safar Kechagi kun ham kechagi kun ham juda go'zal o'tdi. Kecha Vadilga bordik, O'rizorga. Juda go'zal. Ayniqsa haligi men zavqlanib ketdimki, svetofor yoniq, mashinalarga yo'lu Sari nima ko'r, gayi xodimi ko'rib qoldi. Ularni to'xtatib biz o'tkazib yubordi. Ammo gap yo'q bularga. Haqiqatan o'shani gapirmoqchi edim. Hamma nimalarda gayi xodimlari bor edi chorrahada. Kecha men ham shuna bo'lishiga qaramasdan mashinada Farg'onaga chiqib, idoraga chiqib, bir ikkita ishlarda o'zimiz transport sohasida ishlar bajardik. Yana ham ko'paysa bo'lar ekan. Mana qarang, mana shunaqa bo'lsa bo'lar ekan, mana qarang. Qancha mana. Qancha odam chiqdi. Qani hamma shunaqa velomarabonda qatnashsa. Ko'pchiliksa yana ham yaxshi. Juda ulug' bo'ladi, juda yaxshi. Albatta mana. Guruhimiz a'zolari mana. Assalomu alaykum Abdulla aka, Kamoliddin, Mahmadjon. Mana Tojali. Qana sezyapsiz bugun? Shunaqa bo'lsa bo'lar-ku, doimo qani? Shunaqa avval shunaqa bo'lsa doimo, ha? Yig'ilishlarimiz. Chiroyli, mana chiroyli bo'lib, hammani ko'zi quvonadigan bo'lyapti. Albatta. Qarang, men ham zavqlanib keldim. Men ham Farg'onadan yetib keldim. Birinchi bormaymandim, keyin yo dedim, boraman dedim. Jur'at qilib yetib keldim. Hozir soat 10 da bo'lmasa Afrosiyobda o'tirishimiz bor. Jurnalistlar o'tirishimiz. So'rab turdim. Toyirjon ko'rinmayaptilar. O'zi bor narsami, yo'q narsami bu to'plamyapmiz. Tursam ba'dan kelib qoldi. Ba'dan kelib qoldik. Hakamon. Juda xursandmiz. Shuna tadbirlar tez bo'lib tursa. Hakamonni yuzda nurni qarang, boshqacha bo'lib qoldi. Yo'q, baribir. Oldin hansirardilar. 4 metrga ham yurolmasdilar. Mana hozir qarang. Mana endi shu Rahmatjonni ham bir jab qiladi. Rahmatjon ham sekin yuribdi. Juda sekin yuribdi. Gapiryapman. O'zi Rahmatjon olib chiqqan-a, birga olib chiqqanmiz sizni. Olib chiqqanmiz xudo xolasa. Kelganimda chop turganlarni Chopqilardi, haqiqatdan. Ertaman so'rab turardingiz. So'rab turarlaringmi? Ha, bo'lmasa qanaqa bo'ladi bu tadbir deb. Bo'ladi xudo xolasa. Rahmat. Mana yana Saidorxon, Rustamjon. Madada nima? Shamoldan kelyapti ekan. Salom. Ha, hozir men gapirdim. Salom. Bugungi kundan qanaqa zavqlanyapsizmi ko'rib turib? Qarang. Formalarni ko'rib, qarang. Men o'ylaganim yo'q, men hech o'ylaganim shunaqa bo'ladi deb. zavqlanib ketar ekansiz. Bir-biringizni Albatta. Hali forma ham odamni bir qanaqadir husniga husn qo'shar ekanmi bilmayman. Boshqachadan Albatta. Hurmatli Marlon ahli ko'rayotgan bo'lsalaringiz, eshitgan bo'lsalar, kelinglar, safimizga qo'shilinglar, salomatchiliklarni tiklanglar. Qarangki, bog'imizni shuna gullab yashayapti. Albatta. Bunaqangi bog' bilmadim endi. To'g'ri. Viloyatda bo'lmasa. Bugun menimcha bugun tadbir bo'lsa kerak, u nimada ham, klubda ham hozir yoshlar musobaqasi bo'lyapti. Kamolni aytdilarki, o'sha kelsa birinchi sizlarga e'tibor qaratamiz, keyin ularga. Endi Otabeydi. G'ana aka, To'g'riga gapirib qo'ying, intervyu berib qo'ying. gapiring. Assalomu alaykum birodarlar, yaxshi odamlar, yaxshi insonlar.
Mana biz ertalabda kelganmiz. Namozni o'qib, mana bog'ning ichida aylandik. Qushlar sayrayapti, havolar toza. Bitta nafas olsangiz qoningiz olib kes, qop deyishadi. Rohalarni aylandik, likiga bordik, hatta kelatdik. Mana kelib, mana yerdan mehmonlar kutyapmiz. Xudo xohlasa mehmonlar kelsa, mehmonlarni duosini olib, endi uyga qaytamiz, xudo xohlasa. Yoningizga hojini ham o'zimizga qo'shib olaylik, ayting. Mana Obijonni ham mana taklif qildik. Obijonni xudo xohlasa bundan bag'ishga o'zlari va'da berdilar. Endi mana Vaspetda, Toshga ham yo'qib boraman. O'zimga so'z berdim dedilar, xudo xohlasa. Qani aka, hali gapingizni aytib qo'ying. Ko'rganda nima edi? Balki ko'rishdan qilib qo'ysin, balki keyin ko'rishib berdidan qilib qo'ysin. Ana undan xudo saqlasin demasin. Allohning o'smani saqlasin. Albatta, sog' bo'linglar. Asosi bu yerda azizlar tinchlik. Tinchlik ekan, men tinchlikni qadr etaylik. Tinchlik ekan o'tiribmiz mana. Tinchlik ekan mana shu go'zal o'tirishlarimiz, yurishlarimiz, mana ziyoratlarimiz, mana mashqlarimiz hammasi yarashadi. Shuning uchun tinchlikni qadr etishimiz kerak azizlar. Aytgan she'rda. Haligi she'rim bor edi, men ko'p qaytaraman shu narsani. Mana bir-birimizni hech tanimas edik, bir-birimizni. Hammamizni mana shu sport tanishtirdi, bir she'r yozgan edim. Sport bizni tanishtirdi. Sizlar edingiz qayda, bizlar edik qayerda. Bu naqorat edi. Azizlar sog' bo'linglar, do'stligimiz bardavom bo'lsin.